face in your face. What the hell is going on down there? 2024-yil bizni nimalar kutmoqda? Bu savolga javob berishdan oldin 2023-yilda nimalar bo'lib o'tganini bir ko'rib o'tamiz. Elon Musk Cybertruck'ni taqdim etdi. Sotuvlar esa 2024-yildan boshlanadi. Apple o'zining 15, 15 Pro va 15 Pro Max gadjetlarini taqdim etdi. Bu taqdimotni Jolan Aslevich va Teacher Azam bizga taqdim etishdi. Yana 2023-yilning eng shov-shuvli xabari Elon Musk va Zuckerberg raqobatida X platformasining tez sur'atda o'sishi. Xullas gapirsam gap ko'p, lekin 2024-yilda bizni nimalar kutmoqda? Axir 2023-yil ancha qizg'in o'tdi desam qarshi emasdir. 2023-yilda aktyorlarning ish tashlashi va ko'pgina katta filmlarning proyektlari vaqtincha to'xtab qolishi. Aytgandek, gap o'zbek kinosi haqida emas, balki Gollivud haqida edi. Shunga qaramay bizni 2023-yilda menga yoqqan premyerlarni sizlarga taqdim etaman, o'z shaxsiy fikrim bo'yicha. Birinchi o'rinda Wednesday seriali bo'ldi. To'g'risi bu serialni yaxshi deb o'ylamagan edim. Afsus, lekin serialni ko'rganimdan so'ng shuni bildimki, har xil voqealar ketma-ketligi, yaxshi o'ylangan ssenariy va aktyorlarning mahoratiga qoyil qolmay iloj yo'q. 2024-yil esa bu serialning davomi chiqishini, yana o'sha Jenna. Ikkinchi o'rinda esa One Piece animesi bo'ldi. Bu haqida ortiqcha gapirgim kelmadi, shunchaki ko'ring. Siz 52 yoshdasiz, maktabda kimyo o'qituvchisiz va ishdan keyin avto yuvish shoxobchasida ishlaysiz. Hayotingiz juda achinarli va siz yetmaganiga saraton kasalligiga chalinganingizni bilib qoldingiz. Sizda na moliyaviy, na ruhiy yordam ola olmaysiz. Umidsizlikka tushgan oilangiz sizni yanada azob chekishingizga sabab bo'ladi. Eng yomoni esa katta farzandingiz nogiron va qolgan oila a'zolaringizni boquvchisi yo'q. Bu serialda siz 2 yil ichida kimyo o'qituvchisining narko imperiyasi va kriminal olam dahshatlari va yo'qotadigan hech nimasi yo'q odam qanchalik xavfli ekanini bilib olasiz. Mavzudan uzoqlashib ketdik. 2024-yil bizni nimalar kutmoqda? Birinchi o'rinda Kung Fu Panda 4. 2024-yil bizni kutib turgan qizg'in tortishuvlarga sabab bo'layotgan multfilm. Ikkinchi o'rinda Godzilla va King Kong yangi imperiya. Uchinchi o'rin Marvel tomonidan suratga olingan Miles Morales davomi. 4-o'rin Deadpool. 5-o'rin Minionlar ijrosidagi Guruning sarguzashtlari 4 multseriali. 6-o'rin Joker filmi davomi, ya'ni ikkinchi qism. 7-o'rin Sonic 3 filmini ham 2024-yilda ko'rishingiz mumkin. Shu bilan videomiz o'z nihoyasiga yetdi.